Ro'parasi 2 oy oldin bemorimiz operatsiya qilganmiz. Bemorimiz o'zimizni qo'shnimiz. Shikoyat eshitish pastligiga deyarli eshitmasdi. Audiogramma qildik, tekshirib ko'rdik. Audiogrammada otoskleroz tashxisi qo'yildi. Bemorimizga stapedoplastik jarrohlik amaliyoti o'tkazdik. Inshaalloh Alloh o'zi bilan ko'rib turishingiz mumkin. Pardasi butun edi o'sha payti ham. Hozir ham butun mana. Lekin o'rta quloqda eshituv suyakchalari kichkina suyakcha bo'ladi, uzangi suyakchasi. O'sha suyakcha qotib qolgan. Uni olib tashlab protez qo'yganmiz. Tekshirib ko'ramiz sizlar bilan eshitish darajasini. Qani? Bu yo'qni yapsanchi, bunisini yo'q. 15 16 qattiq gapir 17 18 25 40 60 120. Ko'rishinglar mumkin, oraliq masofamiz kamida 3-4 metr chiqadi. Pichirlab gapirganda bemorimiz eshityaptilar. Bu degani eshishlari